بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz ve muhterem din kardeşlerimiz, otalar, onalar, aka uka, opa singillar, aziz farzandlar, barchangizni siz bilan bizga quvonch, surur bo'lib kelayotgan Eidul Fitr Ramazon bayrami bilan chin qalbdan tabrik etishga ijozat bergaysiz. Allah subhanahu va taolo bu buyuk bayramni barcha mo'min musulmonlar qatori siz bilan bizga ham barakotli bo'lishini, xayrotli bo'lishini, ezgu umidlarimizga yetishishimizda yordamchi bo'lishini, doimo qayta boshimizga quvonch bo'lib kelishini nasib etgan bo'lsin.